Assalomu alaykum Sadat Fazliddinova. Assalomu alaykum. Keling, bugun siz bilan virusli infeksiyalar haqida suhbatlashamiz. O'zingiz bilasiz, qish fasli kelishi bilan shamollash, tomoq og'rig'i, burun bitishi, harorat ko'tarilishi kabi belgilar paydo bo'ladi. Ha, juda ham to'g'ri aytdingiz. Hozirgi kunda virusli infeksiyalar juda ham dolzarb muammo hisoblanadi. Keling, bo'lmasam bugun shu haqda va organizmni qo'llab-quvvatlash yo'llari haqida suhbatlashamiz. Nima uchun aynan qish faslida virusli kasalliklar ko'p uchraydi? Nimaga aynan qishda? Chunki qish faslida havoni keskin sovib ketishi, yopiq joylarda ko'p vaqt o'tkazishlik va immunitetning pasayishi viruslarning faollashishiga olib keladi. Shu sababli hozirda o'tkir respiratoriy infeksiyaning uchrash ehtimoli juda ham yuqori. Xo'p, bunday bemorlarda qanday holatlar yuz beradi? Bunday bemorlarda tomoq og'rig'i, burun oqishi, bosh og'rig'i, holsizlik va harorat ko'tarilishi kabi belgilar ko'proq uchraydi. Eng muhimi bu belgilarni e'tiborsiz qoldirmaslik. Shunday holatlarda organizmga qanday yordam berish mumkin? Bunday holatlarda avvalambor dam olish kerak, ko'p iliq suyuqlik ichish kerak va albatta virusga qarshi va immunitetni qo'llab-quvvatlovchi dori vositalar qabul qilish kerak bo'ladi. Sadat Fazliddinova, tajribangizdan kelib chiqqan holatda bizga qaysi preparatni tavsiya qila olasiz? Bunday preparatlar hozir juda ham ko'p. Shulardan biri simflazid. Simflazid tabiiy komponentlardan iborat bo'lib, u organizmni virusga qarshi kurashuvchanlik xususiyatini oshirib beradi. Shuning uchun qish faslida u juda ham qo'l keladi. Demak, xulosa qilib aytganda, virusli kasalliklarga bee'tibor bo'lmasligimiz kerak. O'z vaqtida organizmni qo'llab-quvvatlash sog'liqni saqlashning muhim omilidir. Agar belgilar kuchaysa, albatta mutaxassisga murojaat qilishni unutmang.